Şərq Türkistanlıq qeyrindaşlar. Şərq Türkistan xəbər agentliğinin xəbərlər proqramısını görüşünüzü qısqan qarşı alırıq. Ən aldı bilan xəbərlərimizin qısqaça məzmununu tanıştırıb ötürüz. Şərq Türkistan sürgündə hökuməti Biden hökumətinin Şərq Türkistanğa əlaqədar cəzanı əməldən qaldırışını oylaşıyotqanlığına qarşılıq göstərdi. Şərq Türkistan sürgündə hökuməti Pakistan İslam dini vəkilləri ömkinin Xitayning Şərq Türkistanda yürgüzüyotqan irqiy qirg'inchilikni qo'llaganligini ayblab axborot e'lon qildi. Tövəndə təfsili məzmununu diqqətinizə sunumuz. Şərq Türkistan sürgündə hökuməti Biden hökumətinin Şərq Türkistanğa əlaqədar cəzanı əməldən qaldırışını oylaşıyotqanlığına qarşılıq göstərib 24 iyul günü axborot e'lon qildi. Şərq Türkistanlıqlar Biden hakimiyyətindən insan haqlarını qoğdashini talab qilib, Uyg'urlarni savdoga tegishishga qarshi turdi degan temada e'lon qilingan axborotda bugun Wall ko'chasi jurnali Biden hakimiyyətining Xitoy bilan fentanyl, ya'ni zaharlik chekimlik kelishimnomasini imzolab, Uyg'urlarga aloqador Xitoyga qartilgan jazoni amaldan qoldirishni o'ylashayotganligini bildirdi. Bu Şərq Türkistan xalqining qarshi inkosini qo'zg'ab, ayblashiga yo'l ochdi. Şərq Türkistan sürgündə hökuməti Biden hakimiyyətinin hər qandaq bir müzakirədə Uyğur xalqının həyatı və izzət obro'yiga daxli tərz yetishiga yo'l qo'ymaslikqa chaqirdi. Bundaq qilish inson haqlari prinsiplarini oyoq osti qilib qolmasdan, yana xalqaro qonunlarga, dunyodagi millionlagan insonlarning hayotiga xatar elib keladi. Xitoyning Şərq Türkistandagi Uyğur və başqa Türkiy xalqlarga irqiy qirg'inchilik yurgizishi 21-asrdagi cho'ng bir insoniy krizis. 2021 yılı 19 yanvardan başlap Amerika hükümeti ve G'arbdagi bazı devlet parlamentlari Xitoyning Şərq Türkistandagi Uyğur ve başqa Türkiy xalqlarga yurgizayotgan vahshiylikni irqiy qirg'inchilik deb atadi. Amerika hükümetining bu yerginishlik jinoyatlarga qarata to'g'ri va qattiq pozitsiya tutishi, irqiy qirg'inchilik jinoyatchilariga madad beradigan yoki ularni xotirjam qiladigan harakatlarni qilishdan o'zini qochirishi lozim. Şərq Türkistan sürgündə hökumətinin baş ministeri Salih Xudayar bununğa qarta əndişəsini tilgə elib, Xitay Şərq Türkistandakı milyonlagan Uyğur və başqa Türkiy xalqlarını xorlash üçün ularning DNA'larını zo'ravonlik bilan yig'ib olib, irqiy qirg'inchilik yurgizmoqda. Biden hakimiyyətining yangi doklati ham xoincha ham ahmoqona. Xitoy Obama davrida Amerika bilan tuzilgan Amerikaga va Janubiy Xitoy dengizini askarlashtirishga qarshi hujum qilmaslik kelishimnomasiga hurmat qilmagan. Həmkarlıq o'rnatish uchun tijoriy jazolarni yengillatishmi o'xshash natija berdi dedi. Şərq Türkistan sürgündə hökumətinin Cumhur Reisi G'ulom Yag'ma jazolarni amaldan qoldirish keltirib chiqargan og'ir natijalarga diqqat qilib, Xitoy Amerikani opium dorisi bilan zaharlab o'ltiribdi. Jazolarning amaldan qoldirilishi amaliyotda hamkorlikni borliqqa keltirmaydi, balki texmi vahshiy inson haqlari dafsanchiligiga va opium atkazchiligiga ilhom berdi. Xitoyning Birlashgan Millatlar Tashkilotining davlat alqagan jinoyatlarga qarshi turish ahdnomasining ro'yiga asosan Amerikaning zaharlik chekimligiga qarshi turish tirishchanligini qo'llash majburiyati bor. Kishilik huquqqa daxl taruz qilish jinoyati bilan ayblangan hokimiyatga qartilgan jazoni yengiltish xalqaro qonunga buzg'unchilik qilish hisoblanadigan bo'lib, xatarlik bir ulgu tiklaydi dedi. Şərq Türkistan sürgündə hökumətinin strategiya məsləhətçisi, ölümdən bəttar Uyğur irqiy qirg'inchiligini tasvirlagan Abdur Məmtimin A'la zo'rbalık və murassa qilish prinsiplarına taslim bo'lishga qarata ogohlantirib, Xitoy hokimiyati jazoning yengillatilishi uchun zaharlik chekimlikka qarshi turish harakatini qo'llashni to'sish orqali zo'ravonlik qilyotdi. Bu taktikalarga bo'yin egish texmi nurg'un zo'ravonliklarni tashviq qilib, ayblanishi kerak bo'lgan qilmishlarning qayta sodir bo'lishiga yo'l ochadi. Biden Blinken hokimiyatining orqaga chekinish va taslim bo'lish siyosati oxirlashishi kerak. Hozir xalqaro adolat va inson haqlari masalalarini tavranmay hal qilish va va'daga amal qilish vaqti dedi. Şərq Türkistan sürgündə hökuməti Biden hakimiyyətini inson haqlarini qo'g'dashga bergan va'dasi turishga va Uyghur xalqining shon sharafini qo'g'dashga chaqiriq qiladi. Amerika hukumatı qisqa muddatlik manfaatiga ezilgan bir millatning hayotini tegishib o'tmasligi, uning o'rniga Amerika Xitoyni irqiy qirg'inchilik va inson haqlari dafsanchiligidan javob berishga qistishi, Şərq Türkistandagi Uyghur va boshqa Turkiy xalqlarga adolat talab qilish uchun hamkorlik o'rnatishi lozim. Şərq Türkistan sürgündə hökuməti Amerika hökumətini o'z ichiga olgan xalqaro jamiyatni irqiy qirg'inchilikni oxirlashtirish uchun konkret va to'g'ri tadbirlarni qo'llanguncha Xitoyga qartilgan jazoni saqlab qolishni va kuchaytirishni talab qiladi. Uyg'urlarni setish badaliga zolimlarni aram oldiradigan har qanday bir urinish o'rtaq insoniy qimmat qarash va prinsipimizga xiyonat qilganlik bo'ladi deyildi.
Sharq Turkiston surgunda hukumati e'lon qilgan axborot Yevroasiya kuzatish xabar kanalida 25-iyul kuni tafsiliy xabar qilindi. Sharq Turkiston surgunda hukumati Pokiston diniy vakillari o'mkining Sharq Turkistonni ziyorat qilib, Xitoy yurgizayotgan irqiy qirg'inchilikni qo'llaganligiga qarshi axborot e'lon qilgan bo'lib, axborotda mundaq deyildi. Pokiston diniy vakillari o'mki Islomiy ideologiya kengashiga vakillik qiladigan Jamiyat Ulamo-e-Islom va Islomiy tahrik Pokiston yaqinda Xitoy ishg'ol qilib olgan Sharq Turkistonni ziyorat qilib, intayin nachar axloqini namoyon qildi. Ularning ziyorat qilishdagi maqsadi Xitoyning Sharq Turkistonda yurgizayotgan vahshiy irqiy qirg'inchilikni qo'llash orqali kelajakdagi Pokiston-Xitoy munosabatini texmi qo'yiqlashtirish bo'lib, bu qilmish diasporadagi Uyg'urlarning g'azabini qo'zg'adi. Sharq Turkiston surgunda hukumati Pokistonning Xitoyning Sharq Turkistonda rayimsizlarcha yurgizayotgan irqiy qirg'inchilik, mustamlika va ishg'ol harakatini qo'llashdek la'natlanishga tegishli bu qilmishini qattiq la'natlaydi. Sharq Turkiston surgunda hukumatining bosh ministri Salih Xudoyor dunyo Xitoyning irqiy qirg'inchilik qilmishini qo'llagan Pokistonning nachar axloqiga shohid bo'ldi. Pokiston xoin ittifoqidan chekinishi, Xitoyning Sharq Turkistonda ishlagan jinoyatini keskin turda ayblash kerak dedi. Xitoyning davlat axboroti Yer shari vaqti va Shinjang kundalik gazeti Islom ideologiya kengashining boshlig'i Qibla Ayaz, Javoat Ulamo Islomiy amiri yordamchisi Mavlana Fazlur Rahman va Islomiy tahrik Pokiston amiri Mavlana Tayyab Tahir qatnashgan yig'inni xabar qildi. Pokiston vakillari o'miki Xitoyning irqiy qirg'inchilik, mustamlika, diniy va milliy siyosatlarini madhiyalab, Xitoyning Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa turk musulmonlarga yurgizayotgan qo'rqinchli irqiy qirg'inchilik, islom dushmanligi va og'ir kishilik huquq dafsanchiligiga sal qaradi. Bu qo'llash adolat va inson haqlariga qilingan xiris bo'lib qolmasdan yana islomning ta'limotlari va prinsiplariga xiyonat hisoblanadi. Chunki dunyoning ko'p qismi Xitoyning Sharq Turkistondagi kishilik huquq va diniy e'tiqod erkinligiga ochiq-oshkora daxl-daruz qilishiga birlikda qarshi turdi. 2014-yildan buyon Xitoy Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa turkiy xalqlarga qarata irqiy qirg'inchilik yurgizib kelmoqda. Xitoy hukumati millionlagan Uyg'ur va boshqa turkiy xalqlarni terrorizm, diniy oshqo'llik bilan kurash qilish bahonasi bilan turmalarga qamab, etnik, diniy, milliy kimligidan tandirib, majburiy emgakka selish, tug'mas qilib etish, organlarini sug'urib olishdek chekidan oshgan qilmishlarni yurgizdi. Sharq Turkistonda 16 mingdan ortiq masjidni chaqib islomiy bayramlarni o'tkazishni, hatto assalomu alaykum deb salom berishdan tartib chekladi. Sharq Turkiston surgunda hukumatining Jumhur raisi G'ulom Yog'ma Pokiston diniy hay'atining Xitoyning Sharq Turkistondagi zulmini qo'llab-quvvatlashi, yolg'iz azob chekkan Uyg'ur va boshqa Sharq Turkistonlik musulmonlarga qilingan pastkash xiyonat bo'lib qolmasdan, balki islomiy qimmatlarga qarata qilingan xiyonatdir. Pokistonning Xitoy bilan bo'lgan fursatparast munosabati musulmonlarning inson haqlarini qo'g'dash va adolatni tashviq qilishiga aloqador atalmish kelishimini bir necha qatim xatarga otdi. Pokiston Xitoyning Uyg'urlarga qaratgan rayimsiz besimiga xalab ko'z yumib, Xitoyning ma'sum hayotlarning qinini oqqizishdek jinoyatiga sherik bo'ldi dedi. Nurg'ulg'an davlatlar Xitoyning Sharq Turkistonda yurgizayotgan irqiy qirg'inchilikni birlikda ayblayotganda, Pokiston insonlik va adolatni yoqlash yoki islom e'tiqodiga xiyonat qilib, irqiy qirg'inchilik jinoyatiga sherik bo'lishdek ikki yo'lning o'rtasida turmoqda. Sharq Turkiston xalqi Pokistonning Xitoyga bo'lgan nomussizlarcha bog'lanishidan voz kechishini va Sharq Turkistondagi mazlum musulmonlar bilan hamkorlashishini umid qiladi. Sharq Turkiston surgunda hukumatining diniy ishlar mas'uli Abdullah Xo'ja Pokiston 200-limichi maskasini elgitishi, Xitoyning Sharq Turkistondagi vahshiy qilmishini to'xtatish uchun dunyo jamoatchiligiga qaytilishi kerak. Pokistonni Xitoyning Sharq Turkistondagi musulmonlarga yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligini, islomga qarshi harakatini qo'llashdan voz kechib, islomning haqiqiy prinsiplarini qo'g'dashga, insoniyatni iqtisodiy va siyosiy manfaatdan ustun o'ringa qo'yishga va Xitoyning irqiy qirg'inchiligini qo'llashni to'xtatishga chaqiriq qilamiz dedi. Xiyonatning turlari va shakllari nurg'un bo'lib, Allohning dushmanlariga moyil bo'lish, ularga ishonish va musulmonlar jamoatini mat qilish orqali vatanga, millatga xiyonat qilishmi xiyonatning eng qabih shakli bo'lganidek, Allohning va musulmonlarning dushmani bilan chek ayirmaslik ma'nosiyatimi Allohga va rasuliga xiyonat bo'ladi. Vatandan iborat omonatga xiyonat qilishmi amaliyotda hadis sharifda bayon qilingandek nifoqning bir alomatidir. Omonatni zoya qilib xiyonatga rozi bo'lgan kishida
Diyanətdən əsər qalmaydı. Şuna bu işqa sal qarab qadam alğanlar dərhal huşini yığıb tövbə qilishi kerak. Doktor Abdulaziz Rahmetullahның yazmalarından elindi. Bugünkü xəbərlərimiz bu yerdə axırlaşdı. Kelar qitimki programımız görüşküçə Allah'a emanet bolğaysızlar.